Bugun sizlar bilan tugagan hamda tugamagan kosmetikalarimni musorga tashlaymiz. Va shu joyda musorkamga 1 dan 10 gacha baho beraylik. Birinchisi bu bizda Evelindan shunaqa 50+ SPF. Buni bolalarga ham ishlatsa bo'ladi, lekin menga eng yoqmagan tarafi из того, что bu fizический sostav bo'lgani uchun juda ham oqartirib boradi va suvda ham tez yuvilib ketadi. Bilmadim nimaga. Ko'rib turganingizdek hali bu yerda juda ham ko'p, lekin afsuski hech kim ishlatmaydi va tashlashga to'g'ri keladi. Keyingisi Kamalidan Body Bronzer Milk. Ya'ni bu narsa teringizga juda ham chiroyli zagar berishi kerak, ammo bu o'zidan keyin zagar emas, oranjoviy pitno beradi. Suvda umuman chidamsiz va barcha kiyimlarimni испачкать qildi. Losion для тела, men buni подростковый vaqtimda juda ham mazza qilib ishlatardim, ammo srogi 2023-yilgacha ekan. Shu sababli buni ham tashlab yuboramiz. Keyingisi bizda o'sha известный Lagon firmasi. Buni musorga tashlayotganimga hayron qolmang, chunki bu уже давным-давно tugab bo'lgan va bu meni eng sevimli kremim, просто идеальный. Men buni вечерний uходimda ham, makiyajda ham как baza qilib, maza qilib ishlataman va rasxodi ham juda ham kam. Просто. Yana xuddi shu o'rinda Sisvayning mashhur sivaratkasi. Aynan shu narsani ishlatayotganimga 2-oy ketyapti va men uchun birinchi rezultat просто zo'r. Post aknelarim hamda dog'larimga zo'r foyda qildi. Shunaqa Olidan birinchi marta probniy patch для прыщей ishlatib ko'rdim. Конечно, bitada wow qilib yo'qotib bermadi, lekin effekti yaxshi va men buni yana bir marta olgan bo'lardim, faqat ночной уже variantini. Bu bizda kushon от Mishki. Ishlatgan bo'lsam maksimum 4 marta ishladim va nima deyishim mumkin. Birinchi to'g'ri kelmagan narsasi bu juda ham plotniy. Ha, bilaman, boshda olayotganimda ham buni aytishgan menga. Lekin qarasam, menga bu narsa yoqmas ekan. Qanchalik kojamni увлажнять qilmasam ham 4 soatdan keyin shunchaki скатываться qilyapti. Dilimiz achigan holda 120 mingni shunchaki tashlab yuboramiz. Bu bizda Sensilu'dan konsiler, menda 02 оттенки. Bu konsiler menga juda ham yoqdi. Plotniy bo'lgani uchun prishlarni va har xil nedostatklarni zo'r перекрывать qiladi. Agar konsilerim tugasa, yana xuddi shundan olaman. Yana xuddi shu brenddan gel для бровей. Agar siz xuddi shunaqa gel qayerda borligini bilsangiz, iltimos izohlarda yozib qoldiring. Chunki men buni sotuvda faqat banachkali variantini ko'rdim va uni ishlatib ko'rmaganim uchun uni olmoqchi emasman. Lekin aynan shu gel narxi to'g'ri sal qimmatroq edi, Pushidan ham ko'ra qimmat, lekin bilasizlarmi, menga qanchaga yetdi? Juda ham zo'r fiksировать qiladi. Просто скриньте. Mana yaxshi ko'radigan Sky High'dan tushim, shunchaki kukilniy effekt beradigan tush, ammo afsuski bu ham tugab qoldi. Aytgancha men yopna bo'lib qo'yishni unutmang, chunki menda moda, beauty hamda kitoblar